Abduhalilbek, dachani yoribsiz lekin. Yoqdimi senga? Zo'r. Yoqadi. Haydar aka. 1 minutga qarab oling. Labashib. Haydar aka, uydagilar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Necha yildan beri mana shu dachamning xizmatini qilasiz, qo'limda ishlaysiz. Lekin bir marta hol-ahvol so'ramanman sizdan, aka. Kelinlarim yaxshimilar? Shukr, yaxshi. Nima kamchilik, nima kamingiz bor, ayting. Kamchilik yo'q, hammasi yaxshi. Havolar isib ketyapti. Konditsioneringiz bormi uyda? Yo'q, yo'q. Haydar aka, men sizga necha marta aytaman, nima kamingiz bo'lsa ayting deyman. Yuring, bitta joyga borib kelamiz. Yangi ochilganligi munosabati bilan arzon narxlarda konditsionerlarni sotib olsangiz bo'ladi. Xijolat qilyapsiz-da. Xijolat bo'lmang aka. Qancha meni xizmatimni qildingiz? Nimaga xijolat bo'lasiz? Haydar aka, endi meni xizmatimni qilib ishdan charchab kelasiz, bitta televizor ham olaylik. Xijolat qilyapsiz-da. Xijolat bo'lmang aka, davrimda yuring. Haydar aka, endi yo'q demasangiz bitta kir moshina ham olaylik. Kecha ancha sasib yotuvdingiz. Xijolat qilyapsiz-da. Yo'q, xijolat bo'lmang-da, kir moshinani olib kiyimlaringizni yuvib yuring. Shep, xijolat qilyapsiz-da. Buni to'lov nima bo'ladi? O'ylamang. To'xtang. Bu konditsioner pulni kim to'laydi? Shep to'lamadim. Yo'q. Alo, Shep. Ha, Haydar aka. Konditsioner pulini to'lamadingizmi? Yo'q, tinchlikmi? To'lamaysizmi? Haydar aka, men sizdan prosta konditsioneringiz bormi deb so'radim. Siz yo'q dedingiz. Oling deb o'zingiz. Men sizga prosta do'konni ko'rsatdim. Davay. Nagizaxon, havolar isib ketyapti. Uyingizda konditsioner bormi? Afsuski yo'q edi. Yo'qmi? Nimaga aytmaysizlar? Yuring men bilan. Sherzod, yana bitta klient to'p olyapman, tayyor turinglar. Konditsioner.